boshlandi. Kutmaydi hech qachon. Mana shu bosim va bosim. Uning asosiy harakati, ikkilik zarbalari tinimsiz. Singh biroz chap berib hozir qarshi hujum amalga oshirishga harakat qilyapti, lekin Shohjahon to'xtash odati yo'q. Ketdi. Mana shunday shiddat bilan, shasht bilan, tezkor zarbalari bilan Singh chap beryapti, qochyapti hozircha ringda. Endi poylayapti Ergashev. Chag'itdik bor. Chalg'imadi raqibi. Chalg'imadi. 11 ta g'alaba bejizga emas, ko'ryapmiz Singhda. Tuta olmayapti. Poylayapti. Chap qo'lida masofani qisqartirishga harakat qilyapti. Hindistonlik bokschi qo'llar to'qnashib ketdi hozir. Bir vaqtning o'zida har ikkisi zarba yo'llagan edi. O'ng qo'l zarba o'tyapti. Yo'q, knockdown emas deb topyapti. Vaholanki o'ng qo'l ilib olgan edi Ergashev. Aksariyat muxlislar tik turgan holda tomosha qilishyapti mana shu jangni. Yana o'ng qo'l zarba. Endi yo'lni qidiryapti. Endi axtaryapti qanday raqibini mag'lubiyatga uchratishni. Ergashev o'ng qo'l Singhdan, ammo qo'l jarohatlandi. Mana shu o'ng qo'l zarbasini yo'llash chog'ida. Knockdown. O'ng qo'l krossini yo'llayotgan bir vaziyatda o'ziga xos uslubi Ergashev. Chap qo'l jigariga zarba yo'llagan ekan. Mana shuni ko'rmay qoldik. Biroz teskari holatda turgan edi. Albatta takrorlab bizga buni namoyish etib beradi, chunki jigarini ushlab turibdi. Singh jigarini ushlab turibdi hozir og'riq bilan. Og'riqda u. O'sha vaziyatni. Aniq zarba ekan. Jigariga to'ppa-to'g'ri yana bir bor kuzatishingiz mumkin. Ushlab oldi. Men qo'liga nimadir qildim.